Amerika Qo'shma Shtatlarining Jorjiya shtati Clayton okrugi, Kollej Parki shahri. 2019-yil 7-may kechki soat taxminan 6lar edi. Odamlar odatdagidek ishdan uylariga qaytayotgan. Shahar ko'chalarida transport harakati gavjum edi. Hech kim oddiy yo'l transport hodisasi bir necha daqiqadan keyin qotillik bilan yakunlanishini tasavvur ham qilmagan edi. O'sha kuni 62 yoshli Kenneth Herring o'zining Dodge rusumidagi pikap avtomobilida harakatlanayotgan edi. Tergov materiallariga ko'ra, u Clark Howell Road va Forest Parkway chorrahasida qizil chiroqda o'tib ketadi va katta yuk mashinasi bilan to'qnashadi. Zarba kuchli bo'lsa-da, Kenneth Herring omon qoladi va avtomobildan tushadi. Yo'l transport hodisasiga yaqin joyda bo'lgan 2 kishi yordam berish uchun mashinalarini to'xtatadi. Ulardan biri 21 yoshli Hannah Rennie Payne edi. Ikkinchisi esa dam olish kuni bo'lgan jazoni ijro etish tizimi xodimi Terry Robinson edi. Hodisadan so'ng barcha politsiyani kutishni boshlaydi. Taxminan 20 daqiqa o'tadi. Kutilmaganda Kenneth Herring yana mashinasiga o'tiradi va voqea joyini tark etadi. Ana shu qaror butun voqealar rivojini o'zgartirib yuboradi. Hannah Payne darhol o'zining avtomobiliga o'tiradi va Kenneth Herring ortidan quvishni boshlaydi. Yo'lda u favqulodda xizmatning 911 raqamiga qo'ng'iroq qiladi. Dispetcher undan ta'qibni to'xtatishni va voqea sodir bo'lgan joyga qaytishni bir necha bor talab qiladi. Ammo Hannah Payne bunga rozi bo'lmaydi. U telefon orqali Kenneth Herring yana boshqa odamlarga zarar yetkazishi mumkinligini aytadi va ta'qibni davom ettirishini bildiradi. Keyinchalik aynan shu qo'ng'iroq suddagi eng muhim dalillardan biriga aylanadi. Bir necha daqiqadan so'ng Hannah Payne Kenneth Herringni quvib yetadi. Bu safar voqea Forest Parkway va Riverdale Road chorrahasida davom etadi. Natijada Kenneth Herring to'xtashga majbur bo'ladi. Bu paytda atrofdagi boshqa haydovchilar ham nima bo'layotganini kuzata boshlashadi. Hannah Payne avtomobildan tushib, Kenneth Herringning haydovchi tomoni oynasi oldiga boradi. Dastlab u undan yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyga qaytishni talab qiladi. Guvohlardan biri mobil telefonini chiqarib bo'layotgan voqealarni tasvirga ola boshlaydi. Hech kim bir necha lahzadan keyin o'sha video sud zalidagi eng muhim dalillardan biriga aylanishini bilmas edi. Guvohning telefoni yozib turgan video voqeaning eng muhim daqiqalarini saqlab qoldi. Videoda Kenneth Herring o'zining pikapida o'tirgani, Hannah Payne esa avtomobil yonida turgani ko'rinadi. Ularning o'rtasida og'zaki tortishuv boshlanadi. Sudda ko'rsatilgan guvohliklarga ko'ra, Hannah Payne Kenneth Herringdan mashinadan tushishini va politsiya kelguncha kutishini talab qilgan. Kenneth Herring esa voqea joyidan ketishga urinishda davom etgan. Keyingi soniyalar esa butun ishning markaziga aylandi. Prokuratura ta'kidlashicha, Hannah Payne belidagi to'pponchasini chiqarib Kenneth Herringga qaratgan. Himoya tomoni esa vaziyat boshqacha bo'lganini aytdi. Ularning fikricha, Kenneth Herring avtomobilini oldinga haydab, Hannah Payne'ga xavf tug'dirgan va o'zini himoya qilishga majbur bo'lgan. Ammo videoda hamma narsa juda tez sodir bo'ladi. Birdan o'q ovozi yangraydi. Kenneth Herring bosh qismidan og'ir yaralanadi. Atrofdagi odamlar vahimaga tushadi. Ba'zilar yordamga yuguradi, boshqalar esa darhol 911 xizmatiga qo'ng'iroq qiladi. Oradan ko'p o'tmay Clayton okrugi politsiyasi va tez yordam mashinalari voqea joyiga yetib keladi. Politsiyaning bodycam kameralariga yozilgan tasvirlarda voqea joyidagi tartibsizlik, guvohlarning hayajonli holati va tibbiyot xodimlarining Kenneth Herring hayotini saqlab qolishga urinayotgani aks etgan. Shifokorlar barcha choralarni ko'rishadi, ammo o'q bosh miyasiga yetkazgan jarohat juda og'ir edi. Kenneth Herring shifoxonada vafot etadi. Shu tariqa oddiy yo'l transport hodisasi endi qotillik ishiga aylanadi. Hannah Payne voqea joyining o'zidayoq hibsga olinadi. Bodycam videolarda u politsiya bilan gaplashayotgani, ko'z yosh to'kayotgani va bo'lgan voqeani tushuntirishga urinayotgani ko'rinadi. Tergovchilar voqea joyidan qurolni, o'q gilzasini, avtomobillarni va guvohlarning telefon videolarini dalil sifatida yig'ib olishadi. Tergov davomida yana bir muhim fakt aniqlanadi. Kenneth Herring voqea joyidan qochayotgan bo'lsa ham, u qurolsiz bo'lgan. Toksikologik ekspertiza uning spirtli ichimlik yoki giyohvand modda ta'sirida bo'lmaganini ko'rsatadi. Shuningdek, shifokorlar uning qandli diabet xurujini boshdan kechirgan bo'lishi mumkinligini qayd etishadi. Bu esa nega voqea joyidan ketishga uringanini tushuntiruvchi ehtimollardan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Nihoyat 2023-yilning noyabr oyida Amerika Qo'shma Shtatlarining Jorjiya shtati Clayton okrugi oliy sudida sud jarayoni boshlanadi. Bu ish mahalliy ommaviy axborot vositalari tomonidan keng yoritiladi. Sud zalida jurnalistlar, Kenneth Herringning oila a'zolari
va Xanna Peynning yaqinlari yig'iladi. Prokuratura o'z nutqida bitta asosiy fikrni ilgari suradi. Ularning ta'kidlashicha, Kenneth Herring voqea joyidan ketgani noto'g'ri bo'lishi mumkin edi. Ammo bu uni quvib borib qurol ishlatishga hech kimga huquq bermaydi. Prokurorlar hakamlar hay'atiga 911 qo'ng'irog'i yozuvini eshittirishadi. Unda dispetcher Xanna Peynga bir necha bor uni ta'qib qilmang, orqaga qayting, politsiya bu ishni hal qiladi degan ko'rsatmalarni beradi. Ammo Xanna Peyn bu ogohlantirishlarga amal qilmaydi. Keyin sudda guvohlarning mobil telefonida yozib olingan video namoyish etiladi. Video davomida Xanna Peyn Kenneth Herringning avtomobili oldini to'sib qo'ygani va voqea aynan shundan keyin keskinlashgani ko'rinadi. Bir necha kun davom etgan tinglovlardan so'ng barcha dalillar hakamlar hay'atiga topshirildi. Endi qaror chiqarish vaqti kelganda bir necha soatdan keyin hakamlar hay'ati sud zaliga qaytadi. Zalda mutlaq sukunat hukm surardi. Hakamlar hay'ati Xanna Peynni qotillik, og'irlashtiruvchi holatda hujum qilish va boshqa ayblovlar bo'yicha aybdor deb topadi. 2023-yil dekabr oyida Xanna Peynga umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Bundan tashqari ayrim boshqa ayblovlar bo'yicha ham qo'shimcha jazo belgilandi. Jorjiya shtati qonunlariga ko'ra u shartli ozodlik masalasini ko'rib chiqish huquqiga ega bo'lishi uchun qonunda belgilangan eng kam muddatni o'tashi kerak edi. Hukm e'lon qilingach, Kenneth Herringning oila a'zolari ko'z yoshlarini tiya olmadi. Ular bu qaror otasi, bobosi va yaqin insonlarini ortga qaytmasligini, ammo adolat qaror topganini his qilayotganlarini aytishdi. Xanna Peyn esa hukmdan norozi ekanini bildirib, keyinchalik apellyatsiya shikoyati berdi. Ish yuqori instansiya sudlarida ham ko'rib chiqildi, biroq hukm o'z kuchida qoldi. Bu jinoyat ishi Amerika bo'ylab katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Agar Xanna Peyn 911 operatorining ko'rsatmalariga amal qilib, Kenneth Herringni ta'qib qilmaganida ehtimol bu voqea qotillik bilan tugamas edi.